baya uning kallasidan G'uncha qizni ko'rgan o'sha minutda shundoq bir fikr g'allada o'tgandek qilgan edi. Acaba o chet elda o'qib, yog' ichidagi bo'rakdek erkin ozoda yursunu, men bu yerda madikor ishlayman. G'uncha qizning uningdek mehrini uzolmasligi uning o'sha afzal sharoit emasmi? Men o'zimni qaysi darajaga tushirib qo'ydim-a? Ah, Xudo. Bu hayotda nima uchun xushallikdan azob ko'pdi? Nima uchun javobdan savol ko'pdi? Aqniyaz oshundoq chigish va azobli xiyollarning qisishi bilan ishini tashlab ketish qaroriga keldi. Lekin kiyim uchun atla, ma'lum pishganlikni u oldirab titib bo'lib turganda ichkarigi uyning eshigi g'ijirlab echilgandek qoldi. Aqniyaz G'uncha qizga yana ko'rinib kelishni xohlamadi. U kiyim-kechak, uyatmamiz deganlarni butunlay kallasidan chiqarib o'zini ishga otdi. Xudoga shukr, uningga xoli xilvat yo'l tepildi. U sharqirab suv eqiyotgan yoshlar o'stamini bo'ylab yuqoriga mangdi. Anda-munda uchrab qoladigan kishilar uning yerim yalang'och turqiga qarab tanarkatga o'xshaydi degan xiyollar bilan o'tib ketdi. Aqniyaz o'stangni put-qo'llarini yo'yib, bir paz orom elish uchun semut qashga chiqib o'ltirdi. Endi uning kallasida yana yangi fikr tug'ildi. Sevgi muhabbatning nozik yerlarini o'ylab, yigitlik g'ururiga elib, G'uncha qizning uyidan qaytishni qo'rqashdi. Endi nega bormoqchi? Ko'p kunduzda mushbeti eyiqdak yerim yalang'och holda maktabga qaytishga bo'landi. Qizlar uchrab qolsa qanday qiladi? Savoqlashir ko'rsa nima deydi? Agar Salay qachon uni mushbet ko'rib qolsa, shu hamonla Aqniyaz kiyim-kechaklarini qimorda uttiribdi deb latif to'qib tarqitishdan yanmaydi. Hey Aqniyaz, sen madikor ishlashni, pul tepib qizlarni kinoga akirishni kim qo'yibdi? Kitobingni o'qib, she'ringni yozib, gulni darizaning sirtidan purab yuraversang bo'lmasmidi? U o'z-o'zini koyiganma bo'ldi. Lekin ish o'tib ketganda pushaymon qilib, ahmoqlik qildi. Aqniyaz o'rindan turib atrofga qaradi. G'arb tarafdan uning ko'ziga Mutallibning qilin qariyog'ashligi ko'rildi. Bu yeri uningga tunishliq edi. Bir necha qatim savoqlashlari bilan dars takrorlashga kelgan edi. U shu yerga berib kunning kech bo'lishini kutish qaroriga keldi. Qorong'u tushganda maktabga bemalol qayta olaydi. Yotqig'ini xotirjam isib kiralaydi. U yana shu o'stangni yoqilab menib, hayol shumayla Mutallibning qariyog'ashligiga keldi. Qariyog'ashlik salqin ham xilvat edi. Taram-taram eriqlardan shildirlab suzuk suv eqib turardi. Taraf-tarafga chatoqlab yeyilib o'sgan qiyri baraxsan daraxtlarining osma shoxlari bir-biriga tutishib, giralishib, qariyog'ashlarni qorong'ilashtirib o'tgan edi. Har xil qushlari pirildab uchib, chiroyli tildiri bilan vichirlashardi. Bo'libmi daraxtlarning egiz, qo'yuq shoxlari orasiga yoshirinib olgan bulbullarning xanda urib sayrishi bu yerni odamni huzurlantiradigan sirliq tuyg'ular olamiga aylantirib qo'ygan edi. Aqniyaz qariyog'ashliqning ichkarisiga kirdi. Eriq bo'yidagi yeshil chimliq so'zildi va po'kinni nem yerga yiqib, bulbullarning sayrishidan huzurlanib yotdi. Qo'yuq daraxtlarlik, salqin havo, bulbul va uning sayrishi buningga qo'shilib, vujudini o't otash bo'lib ko'ydirib yurgan muhabbat savdoligi, g'oyibona kundashlik qatorliqlar uning qalbida ko'tarilib, mavj urib, nihoyat chunqur va nozik she'riy fikrlarni uyg'otdi. Fikrlar pishib, tavunib, shundoq chiroyli misralarga aylandi va bu misralar uning ko'ngil xotirasidan birma-bir o'tishga boshladi. Bulbulum chaptu jinim seni seg'inib, chillavang bulbul sayrab qishingga, qancha cho'l dashtlarni bosqandu herib, so'ng uning manziga qo'ndirib beshingga. Uning sagak o'tkir kallasidan mushundoq shi'riy fikrlardan bir qanchasi paydo bo'ldi
va ular asta-asta misralarga aylanib, uning ko'ngil daftariga yozildi. Kun tiklashib, chınqi tushdan xabar berdi. Har kuni 3 vaqt tamoqqa, garchi g'o'rgul va oz bo'lsin, ko'ngan qo'rsoq endi tortishgandek, ochgandek bo'ldi. Uning ko'ziga har xil nonlar bilan tamoqlar ko'rinishga boshladi. U o'ylamaslikqa, ko'rmaslikka tirishib fikrini boshqa yoqqa qochirgan. Ko'zini yumib olgan bo'lsa-mu, lekin dasturxonga tizilgan xushburoq nonlar bilan taqsimlarga to'ldirilgan yangi mazali tamoqlar uning bosh ko'zi atrofida pirqirab aylanadi, uchatdi. Bu xiyoliy manzaralar uning texni ishtini echib, sho'lgay bazlarining xizmatini kuchaytirdi. Uning og'ziga ixtiyorsiz seriq suv keldi va uni damdan g'o'r to'ldirib yutishga boshladi. Axir u bir oz bo'lsin nafsini besish uchun eriqdagi muzdek suvdan uchumlab ichdi. Lekin bu hargizmo tomoqning o'rnini bosolmaydi. Shundoq bo'lsa-mu, u qo'rsqimni lixlab oldim degan aldash tuyg'usi bilan o'zini bazlab, ma'lum vaqtni o'tkazdi. Kun g'arbga oqdi. Vaqtning o'tishi bilan Oqniyozning ochliq azobimi avjiga chiqdi. Endi uning oshqozini tuvanga tortishib, qo'rsqini xuddi qurt qo'ng'izdek bir narsalar chiqayotgandek azobliq bir tuyg'u paydo bo'lishga boshladi. U yotgan yeridan o'ri bo'lib, bir tip kadang qor yog'ochga yo'landi. Uning yo'g'on qo'lini bo'g'moq o'smalar qoplab ketgachga Oqniyozning dumbisini og'ritdi. Lekin u hozir bundoq jismoniy og'riqni sezmaydi. Hozir uning butun nervlarini egilib olgan narsa ochliq va uning zahardek ochiq azobi edi. Uning shundoq bejirimtini asta mag'dursizlanib ketavatdi. Shundoq o'tkir ro'shan fikrimi bargan sira xiralishib, non degan bir uqumning doirasida neri o'tolmay vatdi. Shu asnoda uning eriqdagi suvga tikilib turgan xiyolchan ko'zi tuvan iqimdan piltinlab uzib kelgan barmoqchilik ikki beliq tushdi. U o'ziga amak topgandek xushal bo'lib eriqqa ingishdi va birdan bo'lsa-mu ochliqni unutish uchun beliqning suvdagi erkin, g'amsiz harakatlarini tomosha qilishga boshladi. Kichkina beliqning hayotlik uchun, yashash uchun iqimga qarshi shiddatli piltinlab uzayotganligi, o'z yo'lida uchragan narsalar ichidan nihoyat mushaqqat bilan yem tepib yeyotganligi va qapqara qumchoqlar bilan nimalarni do'ri talashib yeyishayotganligiga qarab o'tirib, Oqniyozning birdilla tafakkuri jonlandi. Fikr yo'llari echilib ketdi. Shu hamon uning esiga texi yaqinda o'qigan Amerika yozuvchisi Jack Londonning Hayotga muhabbat degan mashhur hikoyasi keldi. Bu hikoyani u bir emas 3 qatim o'qigan. Uning hayotning qimmatini, go'zalligini sezgan. Uningga erishish uchun botirlik va qaysarlik bilan mardona yashashning lozimligini his qilgan. Qisqasi, uning hayotlik uchun, yashash uchun tugamas bitmas ma'naviy kuch-quvvat olgan edi. Bayqi beliqlarga qarab o'tirib, uning ko'z oldiga hikoyadagi ochliq devisi bilan, og'riq azobi bilan, shafqatsiz tabiat bilan, yirtqich hayvonlar bilan yakigona jang qilib, oxirgi tiniqqa qolguncha hayotlik uchun kurashgan qaysar, irodalik azamatning yorqin siymosi keldi. Oqniyoz uningdagi jasorat, iroda va kuch-quvvatdan inson vujudidagi yo'shirin kuch bilan iqtidorning tangdoshsizligini his qilgan edi. U odam bir necha kun och qolganda jonini saqlash uchun oxiri jilg'ida o'milab yurib, o't-cho'plarni, yog'-giyohlarni xuddi koladek yonmab yegan. Ko'lchakdagi barmoqdek tangi beliqlarni tutib, xon peti chaynagan. Keklik o'zidan andiri tuxumi yerib chiqqan keklik balonlarini tutib, tirik petila og'ziga solgan. Keklik balonlari uning tishlari orasidan xuddi tuxum shaklidek g'irislagan. U yana hayotlik uchun yirtqich bo'rilar g'ojilab tashlayotgan bug'u bolasining ustixonlarini og'ziga selib, tishlari sinib ketgich chaynagan. Sho'rg'an. Hatto ustixonni tosh bilan yanjib, oshko'zlik bilan yutgan. Shunday qilib, u o'zini paylab yurgan kesal bo'rining
har xil xirısırığı taqabul turgan. Axir uni yeyish uchun og'zini ochganda bo'rining chekirtikidan tishlab o'ltirgan. Yashash bu odam uchun shundoq mushkul, azobli bo'lsa-mu, hayot uningga shundoq dard alamlar kulfatlarni ato qilsa-mu, u yana mangu orom topadigan qiynalish, azoblanish va barliq peshkanliklardan biroqla qutuladigan o'limni xohlamagan. Nimishqa xohlamagan? Chunki uning tini bilan jinini bir-biriga bog'lab turgan hayot rishtasi shu qadar mustahkam, shu qadar shirin edi. Hayot go'zalligiga, kuch-quvvatga, jo'shqinlik to'lgan tetik, sog'lom hayot edi. U shuncha yil yashab, shuncha azob oqibatlarni chekkandan keyin o'lib ketishni to'limi qamlashmagan ish hisoblaydi. Taqdir uningga har qancha shafqatsizlik qilgan. Jini tumshqiga kelib qolgan bo'lsa-mu, u o'limga bo'ysunishni xohlamadi. O'limning changalidan qutulish uchun qaysarlik bilan elishdi. Uning nazarida mana shundoq boturlik, mag'rurlik bilan yashash hisobiga hayot texmi chiroyli, texmi ma'nilik, texmi qimmatlik bo'ladi. Aqniyaz Jack Londonning qalamidan chiqqan bu yolqinli obrazni u vaqtdagi samimiy ta'sirli bayonlarni aslab ko'z oldiga keltirib, o'zida yangi bir kuchning paydo bo'layotganligini sezishga boshladi. U o'zini qalbidagi o'sha g'oyibiy odam bilan selishtirib, cho'nqur xijillik va beoromlik his qildi. Rost emasmi? U odam hatto och qolgan. Uni oz degandek tabiatning shafqatsiz sinoqlariga, yirtqich hayvonlarning mudish xirasiriga duch kelgan. Shunda holatdami u yana qatma-qat azob oqibatni, jafon mushaqqatni oxir berib o'limni yengib hayotga tiriklik ko'ringan sohilga. Insonlar orasiga qarab, qum ustida ba'ayni yarlangan toshbaqadek to'lg'inib, so'rilib oldiga o'lmalagan. Uningga qaraganda Aqniyazning yerim kun och qilishi nima edi? Eg'izga olg'uchiligi bormi uning? U texi xilvat daraxtlikda, salqin eriq bo'yida. Ozroqmi kuchini xo'ratmay, ozoda dam ilib yotmandi. Aqniyaz ana shundoq jonliq, ta'sirli xiyollarga berilib, o'zini ana shundoq yorqin, yuksak obrazlarga selishtirib o'ltirib, kunning allaqachon patqonligini, qor yog'ochlikni go'g'um qorong'ulik qoplaganligini sezmay qoldi. At deganda uning yotiqida g'unch qiz paydo bo'ldi. Uning qo'lida Aqniyazning to'nigunki kiyimlari turardi. Chiroyli qatlangan ko'nglik bilan shin yuyulib, dazmonlangan edi. "Nima qilganingiz o Aqniyaz?" dedi g'unch qiz dumsarab. "Bizning uy xuddi turmadek, hammani unutib ketibsiz-ku." Aqniyaz nima deyishini bilmay qizdan ko'zini qochirdi. U o'zining to'nigunki qiliqining zodi nima uchunligini tushuntirib bera olmaydi. "Kechir g'unch qiz," dedi u aybkordek miskin ovozda. "Nima qilganligimni o'zimni bilmayman." Bu so'zlar oldan g'unch qizga chin va samimiy tuyuldi. Demasam, turmushda odam ba'zida o'zini bilmay qilib soladigan ishlar ozmi? Shunga u chiroyini sal-pal echib, ozroq tartingan, qo'ringan holda dadasining to'nigunki omonat gapini yetkazdi. "To'nigunsiz qochib ketgandan keyin dadam dastlab xafa bo'ldi. Keyin bir narsani tushungandek o'yitkilarga qaltis yigit ekan, yaxshi yigit ekan. Qaranglar, o'qib yetibmi o'zini xor qilmay kuchini xor qilibdi. Bunda qalal g'ururli yigit kam tepiladi deb sizni bek maqtab ketdi," dedi. Lekin dadasining eng oxirida balo qilib olsa bo'lg'idagi yigit ekan degan gapini yoshirib qoldi. Aqniyaz uchun g'unch qizning og'zidan shunchalik maqtash gaplarni anglashni yetib oshatdi. "Dadangizning yaxshi ko'ngliga rahmat," dedi u g'unch qizning qo'lida kiyimlarini elib etib. "Aytib qo'ying, dadangiz mendan ranjimsin. Sizga rahmat. Kiyimlarimni yuvib, avara bo'psiz." "Arzimaydi. Xo'sh, men ketdim." Ular so'g'uq ko'rishib, xo'shlashdi. Anglayotganinglar Biliq to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. O'qituvchi
o'quvchilarning bugungi partiya o'rganishida Salim apandi bilan Havas baxti yana tutishib qoldi. O'rganish dastlab gazet o'qishdan boshlanib, oxiri fakultetning navbatdagi vaziyati ustiga kelganda Havas baxti so'zlab mundaq dedi. O'quvchilarning saviyasini nuqul madaniyat nuqtasidan o'lchaganda xato bo'ladi. Agar shunday qilinsa, bu proletariat o'lchimini burjuaziyaning jiniga solganlik bo'ladi. Lekin hozir bizda shunday qish yuz berdi. Ba'zi o'quvchilar hadisli hikoya, she'r, maqola yozishga berilib, siyosiy bilan kori bo'lmayotdi. Ba'zilarga qalam haqqi degan ishqdanmi, darizidanmi, ko'nglikdanmi kirib, ularni chirik burjua turmushilik boshlayotdi. Ba'zilar textab topmasdan biz o'qituvchilardan eshib ketdi, ya'ni eshib ketimiz deb gediyib yurishyapti. Uning nimasi yomon? Deb Havas baxtining so'zini qoptaldan bo'lib Salim apandi. O'quvchilar bizdan eshib ketsa, biz uningdan xushallik, iftixorlik his qilishimiz, ularga diya qo'yib, pishan qistirib, texni eshib ketish uchun turtki bo'lishimiz lozim. Shunda qilish haqiqiy bir o'qituvchining xushalligi, orzusi, baxti. Siz oldirma, men so'zlay. Dedi Havas baxti umid qatirib. Men bularni hozir fakultetimizning siyosiy turmushida saqlanayotgan nachar, ziyonli illat deb qarayman. Agar biz buni tadbir qo'llanib cheklamasak, tuzatmasak, bizning ma'naviy turmushimiz bulg'unidi. Oq mutaxassislashish avjirib, qizillashish to'sqinlik uchraydi. Qanday tadbir qo'llanamiz? Kimdir birisi to'limdan to'qmoq chiqqandekla so'radi. Menimcha deb so'zini davomlashtirdi Havas baxti cho'ng siyosiylardek ko'ran qiyofatni. Tadbir nayt oddiy. Birinchidan, fakultetda siyosiy o'rganishni kuchaytirishimiz. Buni o'quvchilar ishidimi, o'qituvchilar ishidimi uzun muddat elib berishimiz kerak. Ikkinchidan, hozir o'quvchilar orasida keng avjilib ketgan tansini cheklashimiz lozim. Meningcha tansi maydoni muhabbatlashish so'runi tansi o'ynashdan o'zi ish qiladi. Bu gap bilan tang yig'in maydoni davolg'ib, jonlanib ketdi. U yer bu yerdan ajablangan, delg'ul bo'lgan, qo'llagan ham norozi bo'lgan fikrlar ko'tarildi. Tansin cheklash? Bu qandoq bo'lar? To'g'ri, cheklamasa bulg'unish bo'ladi. Odamga ma'naviy turmush kerak emasmi? Qo'rsoq to'ymavasi o'yin-kulki nada var? Arsi yig'lash kerakmi? Hozir qiyinchilik davri. Deb rasmiy so'z oldi Salim apandi. U Havas baxtining boyqa tansi to'g'risidagi ulug' so'zlariga qarshi tig'ma-tig' hujumga o'tgan edi. Moddiy jihatda biz o'quvchilarni qanoatlantira olmaymiz. Endi o'zimizning qo'lidan keladigan ma'naviy jihatda ularning turmushini bekitishni cheklasak, u chaqda maktab qanday vaziyat shakllanadi? Bo'ruqdimulu, g'aybat shikoyat avj oladi. Qo'rsiq to'ymayotganning ustiga ozroq o'yin tomoshanini cheklash, dal o'lganning ustiga tapmak bo'ladi. Endi muhabbatlashish masalasiga kelsak, odam ma'lum yoshga yetganda jazman muhabbatlashadi, to'y qiladi. Bu fiziologik ehtiyoj. Shundaqla jamiyatning ehtiyoji. Bu hargizmo kimningdir irodasi bo'yicha undaq yoki mundaq bo'ladigan ish emas. Muhabbat turmushning kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismi. Kishilik hayotda muhabbat bo'lmasa, xuddi ko'k osmonda quyosh, zaminda gul bo'lmaganga o'xshash turmush qaqasliqqa aylanib qoladi. 20 yoshdan orqaga yoshda dal kuyib qilish, muhabbatga tashna bo'lish davri turgan bo'ladi. Haqiqiy muhabbat kishiga ilhom va kuch-quvvat ato qiladi. Kishilik hayotda texim go'zal ma'nolar bag'ishlaydi. Muhabbat kishilik hayotdagi eng sho'x, eng go'zal kuy. Tanzini cheklash bilan to'sib qolg'ili, o'juqtirib atkili bo'larmi? Meningcha bu ahmoqona urinish. Siz Salim apandi, nima deyapsiz? Havas baxti ochiqlab, duduqlab o'tirmay qoldi. Alpasidan o'z fikrini to'g'ri bo'lgandimi, osmondan yerga to'g'ri deydigan bir xil talva johillik chiqib turadi.
hissiyat so'z mijozi qo'pol kishilarning turmush tuyg'usi hamon mehr shafqatsiz ham ma'nisiz bo'ladi. Bunday odamlar go'yo rengarang gul-giyohlar echilgan yeshil yoyliqda faqat o't cho'pini ko'radigan otkalaga o'xshash go'zallikka, ijinlikqa, qizg'inlik to'lgan hayotdan to'liq bahra ololmaydi. Bizning havas baxtimi ana shunday xilga mansub odam bo'lg'achqa, u qaynon toshqinlik tushungan. Bu oliy bilim yurtidagi yosh o'quvchilarning go'zal va yo'lliq intilishlarini tushunmaydi. Ularning ma'naviy hayotdagi o'y-xiyol, talab orzulari uningga begona edi. Yoshlarga xos jo'shqin, qizg'in va romantik turmush uningga hamisha tezsiz, haddidan oshgan ham yo'lsizlik bo'lib tuyuladi. Shuna u boyiq fikrni nihoyat ishonchli ham dag'dug'lik qoldigan o'ttirg'i qo'ydi. Tansini cheklash kerak. U o'zining qat'iy fikridan mag'rur ovozdan havaslanib kuldi. Lekin kulgan uning og'zidan emas, ichida bo'lsa Salim apandini chaynab purkibatgidek o'shmanlik bor edi. O'g'inish vaqti to'shishga oz qoldi. Tans to'g'risidagi fikrlar bir yerdan chiqmadi. Ikki xil fikrning qarama-qarshiligi xeyli kastin edi. Hammalarni fakultet mudiriga qaradi. U mush yerning kattasi bo'lg'achqa, qoida bo'yicha bir narsa deyish kerak edi. U Saidiga qarab qo'yib, qisqacha so'zladi. Yo'ldoshlar, odam oddiy bo'ladi, lekin uni tarbiyalab yetishtirish oddiy ish emas. Menimcha turmushda ma'muriy buyruq bilan chekligili bo'ladigan narsalar bor. Chekligili bo'lmaydigan narsalar bor. Tans to'g'risidagi fikrlarni maktab rahbarligi doklab qilib ko'raylik. Chunki bu fakultetimizdagi ish emas, maktab xarakterlik ish. Balki bizning fikrimiz yaxshi bir taklif bo'lib qolsa ajab emas. Havas baxti kashlik tomoqini yetlan yotoq uyga kirib ketdi. U yerda tushni ko'rishga ulgurmagan bugungi gazetlar bor edi. U odati bo'yicha dastlab gazetning birinchi betiga ko'z yugurtdi. Agar u yerda bosh maqola yoki biror muhim yig'inning xabari bo'lsa, u chala qo'ymay o'qiydi. Odatda xabarlar bo'lgan bo'lsa, mavzularini o'qib qo'yib o'tib ketadi. Bugungi gazetning birinchi beti uning maylini tartolmadi. U darhol o'zi yaxshi ko'radigan 3-betni ochdi. U yerdagi bilim yurti sahifasidan nurg'un yangi narsalarni bilib oladi. Mana bugunmi uning ko'ziga yangi qiziqarli mavzular chilaqdi. Kun nima uchun atdigan va kashti cho'ng ko'rinadi? Pochtada nima uchun yeshil rang belgi qilinadi? Quloq qo'lashning ziyni, achchiq suvning foydasi. Lekin uning behtini shu sahifaning oxiridagi nima uchun paraxod g'arbga manganda 1 sotka 24 soatdan uzun, sharqqa manganda 24 soatdan qisqa bo'ladi degan mavzu tortib oldi. U bundoq narsalarni bilib qo'yganning ziyni yo'q. Biror qitimliq so'zimga qistirib qo'ysam kishilar hayron qolmamdi deb o'ylab, uni oldirash o'qishga boshladi. 1519-yil 9-oyning 20-kuni 5 dona Ispaniya paraxoti Magellanning yetakchiligida Salikar portidan g'arbiy sharqqa sayohatga chiqadi. Ular dengiz, bo'ron va to'lqin bilan elishadi. Shu yerga kelganda ishg'itchida echilib, uyga Zohid kirib keldi. Chaqirtibsiz muallim, dedi u eshikning yanada o'ri turg'unicha. To'g'ri, sizni kepkaston deb edim. dedi Havas baxti qo'lidagi gazetni choy ustiga tashlab. Qani, o'tirib, mana bu yerda. Zohid uning yanidagi sofaga kelib o'tirdi. Havas baxti tashqarida uyga bo'yinda bor qaradi. Oy qizim, opamizga choy tayyorlasin. Rahmat muallim, uydagilarni avar qilma, dedi Zohid tuzuk bilan. Men tamoq yeb keldim. Ansa farog'lashib beraylik, dedi Havas baxti takalluf qilmaylar. Qandoq turmush ishida xotirjam bo'lgansiz? Hozir bodangiz bilan munosabatinglar qandaqroq? Xeyli yaxshi, dedi Zohid ancha qanoat qilmagandek qiyofatda. Herhalde Shavkatdan umidin o'zgandek qiladi. Xotirjam bo'lib,
O endi sizga o'ng chiqaldi. Dedi Havas Baxti uni qushlab. Lekin esingizda bo'lsin, siz uni to'la maqtab quloqlarini pan qilib etmang. Kattarini chalib o'kan baqmasa, qapoq shaldirlatganda o'g'ziga tushmaydigan bo'lib oladi. Endi rasmiy gapimizga kelaydi. Bugun sizni chaqirtishim ba'zi ishlarni siz bilan maslahatlashish. Anglsan ba'zilar bizni so'lchilik qilyapti debdi. To'g'ri, biz so'lchilar. Biz shaylarning olg'a qarab taraqqiy qilishini ilgari suradigan aktiv ijtimoiy kuch. Biz sinfiy kurash bilan shug'ullanamiz. Sinfiy kurash hargizmi abstrakt ufqon emas. Balki u eng boy, eng jonliq va kishini eng hayajonga soladigan turmush mazmunini o'z ichiga oladi. Bizga qarshi turadiganlar bizning dalmomush kurashchan irodamizdan va proletariat xas qat'iyligimizdan qo'rqadi. U bir oz turib oldi. Baya o'chirib qo'ygan tamakisini qayta tutashtirib, dam elib ichiga tortdi. Va ichidan to'lg'inib chiqayotgan ko'kish islarni po'ylab bo'lib, Zoyiddan tasaddiqli so'radi. Siz Xo'shi Goroyi to'g'risida anglaganmi? Ha, gazet jurnallardan azroq o'qigan. Mana shu Xo'shi Goroyi adabiyot sohasida uzun yil yoshlarni zaharlab kelgan nopozliq arba. Dedi Havas Baxti ko'zlaridan bir xil nafrat va o'shmanlik kuchqonlarini chashirdi. Ani shundoq katta kishilarga faqat 2 nafar oddiy kishi taqobil turishga jur'at qilib, Xo'shi Goroyining burja idealizmiga o't echib, oxiri cho'ng mag'luq ustidan g'olib kelgan. Bizning bu yerdami o'zini bilimlik mutaxassis deb atab olgan bir arbot bor. Ba'zi nodon o'quvchilarning nazarida u shundoq qaralyapti. Lekin bizning nazarimizda u oq mutaxassislashish. Ammo uni kichikda salchoqlig'i bo'lmaydi. Chunki munbardan, liksiyalardan va ba'zi o'quvchilarning qorg'ular cho'qinishidan foydalanib, nurg'un pot, tabiiy yoshlarni zaharlab ketalaydi. O'tgangi birlashma darsxonada 41-filmi to'g'risidagi muhokamada shundoq bo'ldi-ku. Xu Zhongzhuyining adabiyotga avrishib bo'lgan oshundoq cho'ng zaharlik ko'pni oshkora maqtash kichik ish emas. Qandoq dedi? To'g'ri moldim. Nima to'g'ri aytdingiz? Dedi Zoyid uningga do'st tortib. Salim afandining shu kungi so'zi nurg'un o'quvchilarning qalbini qaynoqtirib atdi. Nazariy asosiy xil o'tdan o'quvchilarni tengirqab qoldi. Men bundoq ahvollarni Jinshujiga ujur-bujurga qo'ymay aytdim. Dedi Havas Baxti texni dedinlashib. O odam buningga nihoyatda diqqat qildi va yozma material tayyorlashimni topildi. Menimcha biz Salimning leksiyalarini ko'zdan kechirib boqaylik. Bo'libmi siz uning sinfdagi so'zlariga zan soling. Bu so'z Zoyidning fikrini jonlantirib, aslimsini kuchaytirib atdi. U birdan chunqur o'yga patdi. Ko'zlarini qisib, qoshlarini yimirdi. Keyin birdan ruhlanib, xuddi oltin deb olgandek o'liqib so'zlab ketdi. Bu gapimiz bilan bir isim keldi muallim. Nihoyatda aniq isim keldi. Salim afandi texi yaqinda dars so'zlab aytib, undaq bir gapni aytgan edi. O'ylab baqsam, bu gapning tegini gaplarda qiladi. Qandoq gap? Havas Baxti quliqini dim tutib Zoyidga yuzlandi. Zoyid bir tarafdan aslab, bir tarafdan so'zlashga boshladi. Mundaq gap, u mundaq degan edi. Yozg'ich shoirning miyasi qo'y qutini bilan to'qul katkinini o'ylaydigan oddiy dehqonning miyasi emas. Shundaqla sandal bilan bozg'onni ko'zlaydigan oddiy ishchining miyasi emas. Yozg'ich shoir dunyoni o'ylaydi, uning miyasiga olam patidi, qalbi cho'nqur amchaksiz dengizga o'xshaydi. Mana. Havas Baxti qo'llarini kerib, xushal bo'lib ketdi. Aksiyatchi demagandimi zahardek so'zning naq o'zi. Qarang, bu ishchi, dehqon, askar degan sharaflik nomni oshkora inkor qilish, masxir qilish emasmi? Ishchilar cho'ng imoratlarni selib bermasa, dehqonlar oshni tetkizib bermasa, bizning bu oliy bilim yurtimiz mavjud bo'lib tura olamdi. Biz ozroq bir narsa bilib-bilibla ularni ko'zga ilmasak bo'lamdi. Bu dal burja iddiasi bo'lmaydi, nima? Qandoq kishilar o'zlarini dehqonlardan zerak, ishchilardan aqlli deb chog'laydi? Dal burjoziya.
chirigan burjuaziya. Bo'ldi. Mo'shining o'zila Salimning burjuaziyalik ekanligini isbotlashga yetib boshadi. Siz loyiq bularni tezdan ratlab bir material qilib yozib chiqing. Ondan o'quvchilarning imzosini chektirib, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Qandoq bunchalik ishni qila oladigansiz? Albatta qilmam bo'ldim, dedi Zoid ixlosmandlik bilan. O'z vaqtida Shavkat Oqniyozning maktabga qatmay ko'ranglab ketishi, shu Salim apandining yaltayab bo'lishidan bo'lgan. Shavkat qo't chiqashdi, endi Oqniyozni ko'ramiz. Shundoq, cho'ng daraxt yiqilsa maymunlar to'ziydigan gap. dedi Hovuz baxti. Bo'ladi ansa. Atidan boshlab chiqib kirishib, esingizda bo'lsin, agar to'r selinmasa beliq ko'di yashaveradi jumo. Zoid xo'shishib ketdi. Hovuz baxti eliqi gazetni qo'liga elib, boya o'qiy olmay qolgan yerga ko'z yugurtdi. Lekin kallasiga hech narsa tushmadi. Ko'zi gazetda bo'lgan bilan xiyoli Salim apandida edi. Anglayotganinglar biri qutoridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. 3,5 qavat binoning 2-qavatidagi bir nechta tutash yotoqning chirog'i yeniq edi. Qaraganda bu yotoqdagi o'quvchilar nima uchundir milliy oshxonada bo'layotgan katta tansiq barmagandek qiladi. Kavshuji udu binoga kirib, o'sha yotoqlarni nishonlab 2-qavatga chiqdi. Eshik yengil chekildi. Ichkaridan birisining so'zib aytgan marhamat degan ovozi anglandi. Gavshuji eshikni ostan ochib yotoqqa kirdi. 4 bo'limga 4 karvat qo'yilgan targ'in yotoqda 6 o'quvchi bir xil malmonchilik ichib turishadi. Yotoqni har xil tamakining ochiq va qonsiq isirig'i to'shib ketgan edi. O'quvchilar Gavshujining bundoq kutilmagan tashrifidan hayron bo'ldi. Birisi karbatida qiypash yetib, samon takini quchoqlab, xuddi sevgini bilan muhabbatlashayotgandek hayajonli holatda edi. Yana birisi yotoqning o'ttirsida o'ri turgan peti shapkasini qing'ir kiyib, ikki qo'lini osmonga ko'tarib, go'yo cho'ng bir shoirning yolqinliq she'rlarini deklamasiya qilayotgandek ta'sirli holatda edi. Ishqilib 6 xil chiroy va 6 xil harakatda ham kulkilik ham yumorli qiyofatlarda edi. Bularning ichidagi birisi qandaqdir bir konspektni siqilmagan peti bo'ningda karvatda dadashdan qurib o'ltirgan go'mish chiroy g'oyib mayib texnik ajablanarli holatga tushib qoldi. Qo'rqish va himidan uning ko'zlari chekchib, lavr xuddi dur o'qiyotgandek ixtiyorsiz mitildab ketdi. Qo'lida konspektni o'zini sezmagan holda u yoq bu yoqqa to'lg'averib, yertavakkala tos qoldi. Samaviy ranglik sarjidan kostyum burulki kiyib, ajdaho gullik galostuk taqagan Gavshuji bir qarmoqqa nahayt xushchiray, qaddi qomatli ko'rinsin, lekin uning beshidagi qora soknudan tikilgan partiya shapkasi bilan putidagi matxiyi ustidagi kostyum burulkilarga ancha moslashmagandek uni ma'tuchiray qilib ko'rsatib qo'ygan edi. Nemish qansa chiqma, yotoqda to'ng'iz to'p qo'ynab o'tirsizlar. dedi Gavshuji ishning yanida karvatga o'tirib etib. Sizlar adabiyot fakultetining o'quvchilari deyman. Adabiyotchi degan go'zallikni so'ymamdi. Tansa, naqshi muzika degan naq go'zallikning o'zi. Uningdan bahri elishni bilmamsizlarga. Bilimiz, toza bilimiz. Bir ikki o'quvchi shundoq degach, boyiq cho'chigan o'diqqan qiyofatlarini o'zgartib, erkinlik nafas elishdi. Amsa nima uchun tansiq chiqmadinglar? Gavshuji bu savolni jiddiy talaffuzda so'ragan bo'lsin, ammo chiroyi ochiq va iliq edi. O'quvchilar bir-biriga qarashib birdan jim bo'lib qolishdi. Bir g'azodin keyin oradan kimdir biri g'ayratga kelib mundoq dedi. Gavshuji, bizning o'tdak tansiq o'ynag'imiz bor. Lekin muallim bizning siyosiy yetakchimiz tansiq berishimiz cheklab qo'ydi. Kim borsa axloq numridan qaqiyman deydi. Shu yotoqda to'ng'iz to'p qo'ynab ko'nglimizni echyapmiz. Gavshujining quyuq qoshlari yemirilib, ko'zlari qisildi. Qaysi muallim u? deb so'g'uqni so'radi u.
o'quvchilar bo'lg'uliq bo'ldi degandek siyosiy yetakchining ismini ochiqla aytishdi. Ovoz baxti. Gavshuji bir narsani esiga olmoqchi bo'lgandek xeyli o'ylandi va oxirida bo'ldi qo'y degandek qo'lni so'g'uq shiltib qo'yib davom qildi. Bildim. Endi uning gapini anglamanglar. Tansiga berishinglarga men ruxsat qilaman. Agar sizlardan nima uchun bordim deb so'rsa, Gavsimlik birsi ota aytin yotoq chiqib, bizni majburiy borg'izdi deb men ortib qo'yinglar. Bulamdi. U o'quvchilarga bir-biridan qarab chiqib, cho'nqur bir ichki tuyg'u bilan so'zini davom qildi. Savoqlashsa, aslida sizlarga nihoyat obdan kiygizishimiz kerak edi. Sizlarga qancha qilsak arziydi. Chunki sizlar 60-yillarning avlodi. Bizning nurg'un ajdodlarimiz, jumladan o'zim sizlarni baxtli kunlarga erishtiramiz deb qon to'kkan. Lekin hozir davlatning beshiga kelgan vaqtli qiyinchilik tufaylidan qo'limiz qisqa bo'lib qoldi. Shu sababdan sizlarmi og'ir sinoqlarga duch keldinglar. Gerçi aralardagi bir qismlar ümidsizlik, tushkunlik bilan satdan tushib qolgan bo'lsa-mu, lekin ko'pchiliklar taqdiringlarni davlatning, xalqning taqdiri bilan bog'lab, vatanimizni qudrat topqizish yo'lida jafoga chidab, ilm-fan o'rganyapsizlar. Sizlarning nominglar cho'qim tarixnomalarga yoziladi. Avlodlarimiz sizlarni hurmat bilan tilg'aradi. Men bayonim uchun sizlarni tansiq taklif qildim. Biz hozir moddiy jihatdan nomrat holatda turibmiz. Sizlarmi yerim och o'tyapsizlar. Moddiy jihatdagi bunday bo'shliqni har xil ma'naviy faoliyatlar bilan to'ldirmasak bo'lamdi. Kollektiv ko'ngil etish faoliyatlari odamning ruhini urg'itib, ko'ngil g'ashligini yo'qotadi. Naqshi muzika odamda tetik, jushqun xarakterga yetildiradi. Shunga darsdan sirtqi vaqtinglarni har xil ko'ngil etish faoliyatlari bilan xushal-xuram o'tkazinglar. Shunda qilganda ochliqni, ümidsizlikning azobini yengib, hamisha ruhiy ko'tarinki holatda tura olasizlar. Gavshujining umidvori samimiy so'zlari o'quvchilarga cho'nqur ta'sir qildi. Ular rasulni xushal bo'ldi. Ko'ngli tog'dek ko'tarildi. Xuddi aqlliq ota-bobolarimiz bug'doy mening bo'lmasa bug'doy so'zing yo'qmidi degandek, bu yaqinliq so'zlar ularga dal vaqtida berilgan bug'doy menidek shirin, lazzatli bilindi. Ular boyiqi ochliq azobini birdan bo'lsin unutish uchun xayoliga kelgan ishlarni qilgan qiliqlaridan o'zlaricha o'yilib, darhol tansiga bormoqchi bo'ldi. Gavshujimi o'quvchilar bilan xo'shlashib chiqib ketmoqchi bo'lganda, tuyuqsiz ko'zi g'oyib mayitning tehicha homiy qilib turgan qiyofatiga tushib, ixtiyorsiz undan so'radi. Sen bilan ikkimiz ko'ni tanishqu deyman. Bu so'zlar nihoyat tabiiy ham siliq sipoyi aytilgan bo'lsa-mu, lekin g'oyib mayit nima uchundir texmi o'liqib ketdi. Chiroyi tatirib, ko'zlari vahim bilan kengaydi. Gavshuji uningdagi bu o'zgarishlarni sezib, darhol talaffuzini o'zgartdi. Ko'ni tanish degan bir-biridan bundoq tortilib, qechib yursa bo'lmaydi. Isming nima? G'oyib mayit o'zini o'ngshab eg'iz ochguncha yenidagi savoqlashi ovozini qo'yib o'tib dedi. Buning ismi Girtmirib. Nima? Girtmirib? Gavshuji qiziqib so'radi. Bu uning asli ismi emas-ku. Birarsinga uning shunday ism qo'ygan o'xshamamsizlar. Topdingiz Gavshuji. Dedi yiliqi o'quvchi qoyil bo'lib. Buning asli ismi G'oyib mayit. Mundoq degina. Dedi Gavshuji kulib. Ismanda qaraganda Turpan yoki To'qsin taraflarda o'xshamamsan. Rost aytdingiz Gavshuji, u Turpan ostonidir. Deyishdi o'quvchilar uning to'g'ri qiyos qilganligidan hayron bo'lib. Amaliyotda bunday qiyos va hukmni faqat kuzatish ham fikr qilish iqtidori kuchli odamlarni qila olmaydi. Gavshuji xo'shlashish uchun o'rnidan turdi va hammalar bilan qo'l elishib kelib, g'oyib mayit bilan xo'shlashganda uning qo'lini uzunroq ham kengroq siqdi. Bugun texmi yaqin tanishlardan bo'lib qoldik. Endi meni urmaydigansan? G'oyib mayit ningishni bilmay og'zini ochganicha turib qoldi. Angacha Gavshuji hammalarni yana bir qatim tansiga berishga da'vat qilib chiqib ketdi.
Yotoqda yana malomanchilik boshlandi. Gavshuji bilan Gayit Mayit o'rtasida bo'lib o'tgan ajoyib bir ishning xavfi yo'q ikki o'quvchi Gayit Mayitga yepishib olib, ular o'rtasida nima ish bo'lganligini so'zlab berishga oldiratdi. Gayit Mayit cho'nqur bir ulug' kichik tinib qo'ydi. Boya Gavshuji kirish bilan jiddiylashib, tortishib ketgan nervlari endi bo'shab, o'z joyiga tushdi. U ikki saboqdoshining qisqish bilan voqeaning tafsilotini so'zlashga boshladi. Gavshujining mijozi qiziq edi. Maktab rahbarlari bilan peshqadam o'qituvchilar uchun qurilgan alohida kichik oshxona tursa, u ko'p hollarda o'quvchilar oshxonasiga kirib olib, bolalar bilan talashib, tortishib tomoq yeydi. Va shu jarayonda ahvol kuzatib, masala tepib, bar imkoniyat asosida tomoqni qanday yaxshilashning chora-tadbirlari ustida izlanadi. U yana kadrlarning ayrim munchisi tursa, ba'zida u yerga kirmay, o'quvchilar munchisiga kirib oladi. Va shu bahonada o'quvchilarning har xil sadolarini anglab, o'z xizmat ustida o'ylanadi. U o'tganda o'quvchilar munchisiga kirib, bir chetda yuyinishga boshladi. Muncha issiqbar bilan to'lg'ashqa odamlar bir-birini osonlikcha farq etolmaydi. Uning ustiga hammaylar qiyib-yalang'och. Yuz ko'zlarda so'pil mag'zablar bo'lg'ashqa bir-birini texmi to'niy olmaydi. O'quvchilar munchisi qiyot-yaliq, ansiz bir dunyo edi. Birlari olatog'il naqshda o'layotgan, birlari qiziq latif aytayotgan, birlari qiz ayollar to'g'risida afsona so'zlayotgan. Ish qilib kim nimani xohlasa shuni qilib boqadigan erkin pinhon yer edi. Chunki chaqchaqlar rosa avjiga chiqqan bir paytda Gayit Mayitning qiziqchilik qilg'isi kelib, yuz ko'zidagi so'pin mag'zablarini hapila-shapila yuvdi-da, yenida yuvinayotgan savoqdishining yalang'och kastiga shapilaqlab turib bor qaradi. Qaranglar og'inglar. Hey, paq qiz bo'lgan bo'lsa o'zim lalatdim-da seni. U bir tarafdan varqirab, bir tarafdan shapilaqlaydi. Hekim Gopay Voy, adabsizlik bu. Degenicha bosh ko'zdagi mag'zablarni eritib, tuyuqsiz shaqqida orqaga o'raldi. Gayit Mayitning yana bir qitim shapilaqlash uchun ko'targan qo'li havoda laylab qoldi. Hayronlikda qolgan ig'zi kamadek echilib, ko'zlari chakchaydi. Chunki uning oldida yalang'och beti ajablangan, qiziqqan holda turgan odam uning savoqlashi Yekim Gopay bo'lmasdan, balki maktabning obro'liq, salobatlik boshlig'i Gavshuji edi. Gayit Mayit jiddiylashganligidan qo'lidagi ishparxon markalab so'pin bilan nimkash lo'nginini tashlab, munchidan chiqishga oldiradi. Lekin Gavshuji yana hech bo'lmagandek. Yigit, qochma, bergan, bir-birimizni yuyib qo'yaylik, deb uni to'zladi. Lekin bu chaqda xijillik va qo'rqishdan o'ngsili o'sgan Gayit Mayit allaqachon munchidan chiqib bo'lgan edi. Bu ishni ko'rganlar, anglaganlar har xil tahlil qilishdi. Ba'zilar ishkab yo'q, yo'g'on bir sho'ji bizdek mitriqlar bilan billa munchiga tushgandan keyin o'zining sho'ri o'ziga deb Gayit Mayitga tasalli berib, ko'nglini yasadi. Lekin Salay qashang qasdan uni qo'rqitmoqchi bo'lib, "Sen qarab tur, ahmoq. O'zing kichkina ishtiqi izg'i narsa turib, shundoq katta sho'jiga adabsiz chaqchaq qilganlikning jajisini ko'rasan texi. Sho'jining kastiga shapaloqlabsan-a?" deb uning ko'ngliga vahima silib qo'ydi. Shundan beri Gayit Mayit o'z beshiga keladigan biror peshkanlikning yuz berishini kutib, ansizlik ichida yuradi. Bugun Gavshujining o'z yatqiga shundoq tuyuqsiz va bemahal kirib kelishini u dastlab Salay qashang degandek yomonlikqa jo'rab, xeli sarosimiga tushgan edi. Keyin Gavshujining shirin suxan so'zlarini anglab, ko'ngli asta-asta joyiga tushdi. Biliq shirkatida ovozga elinib, Biliq to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Shinjon xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ay yomg'iri nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Shinjonning har qaysi joylaridagi Shinxo kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.